shuni yutqazsam, sportdan ketaman. Assalomu alaykum O'zbekiston. Shuncha videolar, men o'sha kun Robiya yurgandim zonaga, hech kimga kerak ham yo'q. Mana Alloh aziz qilib qo'yibdi, shuncha odamga kerak bo'ldim, alhamdulillah. Kibrlanibdi debdi. Hammasi bitta javob qilib ketaman, lekin men o'zimni oqlayotganim yo'q. Men yutqazdim. Tan olaman. Kibrlanibdi, kibrlanuvchi uchun yutqazdi deganlar uchun. Men kibrlanmayman. Men har bitta gapimdan keyin habzatilni Alloh xohlasa, inshaalloh degan gaplarim bor. Uni urib taylayman, uni cho'zib taylayman degan gaplarim yo'q. Men iymonimga, qazorimga iymon keltirgan bo'lamanmi? Men 3 marta qamalib ham ko'zimga yosh olgan bola emasman men. Mana so'raylar. Men nimaga yosh oldim? Meni ko'rib turgan yosh bolalar, onaxonlar meni ko'rib turib, achingan ishonchini oqla olmaganim uchun ko'zimga yosh oldi. Lekin bir tomondan men juda ham xursand bo'ldim. Men tufayli qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Qimorchilarni Alloh nakazat qildi. Bittasi $100,000 tikkan, bittasi oyligini tikkan, bittasi uyini tikkan. O'zi ishonmaganchalik menga ishongan. Sizlar meni 1 million turizmga podpischkim bor. Menga gold xayollaringiz kelsa, yo kulashga keladi xayollaringizga, yo moytaga keladi xayollaringizga, to'g'rimi? MMA o'sha to'rtta urdi, turdirib ketdi, ko'rdinglar. Men ishongandim. Men oqlamayman. Inshaalloh u bilan revanch urushaman aprel oyi. Ashtagondan so'rayman, revanch qilib beringlar. Aprel oyi revanch urushaman. Agar sportda shundan yutqazsam, revanchga shundan yutqazsam, sportdan ketaman. Men sizlarga mana endi va'da berib aytaman. Inshaalloh shundan yutqazsam, sportdan ketaman. Men sotilayotgan bola emasman. Men bittasi kishilar sotgan, bunday urush bilarsiz, unaqa urush qilmayman men. Siz ham bilasiz, men ham bilaman, unaqa urush qilmayman. Lekin men sotilayotgan bola emasman. Sotilmaganimni nimadan isbotlab beray, bilasizmi? Meni akam bor. 5 mahal namozga men nimaga sotilmaganimni mana isbotlab beraman men. Endi bilasizlar, men pulga sotilmasligimni. Men O'zbekiston bayrog'ini yerga tushirib qo'ymayman men. Shuni bilinglar. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, menga ana bu Tailand yurgan paytim qimordan nech pul taklif qilinganida 1,5 yilga. Qimordan? Ha, qimordan. 1 million. $1 million, ha? Ha, 1 million. Bo'ldi. $1 million taklif qilingan paytda men rad etganman. Chunki yoshlar meni orqamdan intiladi, yoshlar menga o'rnak bo'ladi. Men agar pul uchun bo'layotgan bo'lsa, men ko'p narsa qilib o'rgan bo'lardim. $1 million olib, sportda ham taylab dashib ketgan bo'lardim. Yo'q, menga yoshlar o'rnak bo'lsin. Mendan keyin yosh avlod meni ko'rgan paytda menga ko'mir bo'lsin, meni ko'rsin degan nisbatan qilganman. Hozir aktivistlar chiqqan, men urushaman, u bilan men urushaman, aktivistlar borda foydalanadi. Yo'q, u men bilan revanch qiladi, shundan yutqazsam sport tashlayman.